Namla degan sürü namla alohida Allah Qur'oni Karimda bayon qilgan. Qur'oni Karimda alohida Allah Taala sürü namla chumili surisi deb keltirib qo'ydi. Bu chumili degan mahluqning o'zining turuqi eng kuchli mahluq. Mas'uliyatchan mahluq. Allah Qur'oni Karimning o'zida mushu chumili surisining o'zida bir voqelikning o'zini bayon qilish orqali sizlar bizlarni shu chumilining ruhidan o'g'ilishga, mas'uliyat tuyg'usi bilan yashashga Allah Taala Qur'oni Karimda chaqirgan. Hazreti Süleyman aleyhisselam koşullarını o'zini ergashtirib, Süleyman aleyhisselam bir vadi çölde ketayotgan vaqtida chumililar qattiq urullashgan bir rayondan ash otliq qo'shin kelgan vaqtida vaqalat namlatun ya ayyatuhan namlatu udkhulu masakinakum ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum aşağıda bir alı aşındaki kişi başka chumilidir birisi onu digiz yaga chiqib ey chumililar başka chumililar derhal uvanlığı kikitinglar Sildi Süleyman ve onun atlı koşullarının başka destekletmesin tuvaklardan desilip ketmenglar sizlar derhal uvanlığı kikitinglar deb nayta qattiq to'g'layotganligini chumilining başka chumililarga ovoz qilayotganligini Allah Qur'oni Karimda xabar qilishi ey Habibim Muhammadning ummatlari sizlar chumilidek mas'uliyatchan bo'linglar xalifalar emirlar oila boshliqlari her bir yurtning möteverleri her bir imom hatiblar o'zinglarning qo'l ostidagi qurollarga qo'l ostidagi jamoatlarga qo'l ostida xo'sh deb turayotgan balalarga xotinlarga mas'ul bo'linglar. Xuddi chumililar o'zining boshqa chumililarni Süleyman aleyhissalatu vesselamning to'g'ida orqali tashlab ketmanglar deb mas'ul bo'lib hammani o'zi chaqirgandek sizlar Xudoning diniga chaqiringlar. Mas'uliyatchan bo'linglar. Davlatga kuyab ketmasin. Xudoning jazosi uchrab ketmasin. Sizlar ashi chumilining ruhidan o'g'ilib Allah taborak va taolo topshirgan vazifani chumili ijro qilgandek sizlar hammanglar Xudo taolo topshirgan mas'uliyat tuyg'usi bilan yashanglar. Hammanglar qo'l ostinglardagi odamlarning o'ziga hushyor bo'lib, ashuning o'zini sizga Xudo omonat deb topshirgan ekan, ashu omonatning huddisidan chiqinglar da'vatida. Qarindoshlarimiz, ashu chumilining mush ishini Allah yaxshi ko'rib, biz ummati Muhammadiyaga alohida bir suri sifatida qo'yganlikka bizda chumilining ruhi bormi? Qarindoshlarimiz, bizda chumilining ruhi bormi? Bizde chumilidan o'g'ilishga tegishli nurg'un xususiyatlar bor. Birisi chumilida o'mlik bor. Chumilida mehribonlik bor. Birisiga uchragan chog'da salom berish bor. O'zaro ko'rishish bor. Bir qiz narsani tortayotgan vaqtida ashuni ko'tarolmay qolsa, ashuni usiga ep mang'anmay qolsa, boshqa birdan tashlab turib boshqa chumilardan yerdan so'sa, darhol kelib ashuni billa tortishib, billa ashu opiqqa yaga opirish birib, onun keynidan ketadigan hamkorlik ruhi bor. Buning da hasad deydigan narsa. Sizlar biz mo'min musulmonlarning ichida chumilichilik yo'q. Chumilichilik hamkorlik yo'q. Birisi ishini buzyapti. Birsimizga hamkorlik ashuni qilyapti. Shunday hamkorlik yo'q. Birisimizni hasad qilyapti. Chumiliga qarang. Birisi menga ta'sib etsa, unga ta'tilgan ish yo'q. Hammasi o'rtaq birlikda, birisi ishqon, birisi tatqon, birisi so'ragan. Ashunday qilib o'zaro o'rtoqlashib, hamkorlashib, ashunday opiradigan yerga opiradi. Ma bizning ahvolimiz chumilidan xatarlik. Haridan xatarlik. Qarindoshlarimiz, şuna Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de alohida bu surani keltirib qo'yishidagi sabab shu. Yana boshqa chumililarning o'zininki ahvoliga qarasangiz bu ajib shaylarning o'zi. Buning o'zining pochaqlari, ko'zlari, iniq qurilmalari, iniq o'zining har bir tug'an turuqlari, shuning hammasi Allohning qudratiga dalil bo'ladigan, haq bo'ladigan shay. Shunga Alloh taborak va taolo Qur'oni Karimda bir suraning ismini Naml surasi deb atashga sabab mana shu.